Bismillahirrahmanirrahim. Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. Ar-Rahman. Mehriban Allah Allamal Qur'an. Qur'onni ta'lim berdi. Uni hifz qilishni va tushunishni osonlashtirib berdi. Xalaqal insan. İnsonni yaratdi. Allamahul bayan. Uningga maqsadni uqtirish uchun so'zlashni o'rgatdi. Ash-shamsu wal qamaru bihusban. Kun bilan oy o'z burishlarida muayyan hisob bo'yicha sayr qiladi. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ. O't çöpler, dal-daraxtlar secde qiladi. Yani Allah'ın iradesiga bo'ysunadi. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ. Allah osmonni igiz yaratdi. Ölçemde zulüm qilmasliqinglar uchun Allah tarozini bekitdi. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. Ölçemde adil bulunlar. Tarazi kem vermenglar. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ. Ziminni kişilerinin paydalanışı üçün yaypan qildi. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. Ziminde meyveler, boğullu xormalar var. والحب ذو العصف والريحان. Samını var dallık ziraatler, xuşboy ösümlikler var. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ey insanlar, cinlar, perverdigarınlarının qaysı nimetlerini inkar qilsizlar? خلق الإنسان من صلصال كالفخار. Allah insanni, yani atanlar Ademni çeksiz jaranglaydigan sapalda quruqlaydın yarattı. وخلق الجان من مارج من نار. Cinlarni otning yalqundan yarattı. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ey insanlar, cinlar, perverdigarınlarının qaysı nimetlerini inkar qilsizlar? رب المشرقين ورب المغربين. O iki meşriq, yani gün bilan oyning chiqadigan ikki joyining parvardigoridir. Va ikki mag'rib, yani gün bilan oyning patadigan ikki joyining parvardigoridir. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ey insanlar, cinlar, perverdigarınlarının qaysı nimetlerini inkar qilsizlar? مرج البحرين يلتقيان. O iki dengizni, biri tatliq, biri achchiq oqquzdi. Ular uchrashdi. بينهما برزخ لا يبغيان. Ularning orasida to'sin bo'lib, bir-biriga qo'shilib ketmaydi. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ey insanlar, cinlar, perverdigarınlarının qaysı nimetlerini inkar qilsizlar? يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. Ulardan mervayet bilan marjon chiqadi. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ey insanlar, cinlar, perverdigarınlarının qaysı nimetlerini inkar qilsizlar? وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. Denizlarda qaynayotgan tağdek kiyimler Allah'ın ilkididir.
فبأي آلاء ربكما تكذبان Ey insanlar, jinlar, Parvardigarыңlarning qaysi ne'matlarini inkor qilisizlar? كل من عليها فان Zaminning ustidagi hamma yo'qoladi. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام Azimatlik va karamlik Parvardigoringning zoti mangu qoladi. فبأي آلاء ربكما تكذبان Ey insonlar, jinlar, Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilisizlar? يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن Osmonlardagi va zamindagi hamma Allohdan madad va rizq tilaydi. Ya'ni hamma Allohga muhtojdir. Alloh har kuni bir holatidir. Ya'ni Alloh har vaqt vujudga chiqaradigan ishlar bilan bo'lib, ularni yaratib turdi. Ahvollarni yengilab turdi. Mahluqotlarni paydo qilib turdi. فبأي آلاء ربكما تكذبان Ey insonlar, jinlar, Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilisizlar? سنفرغ لكم أيها الثقلان Ey insonlar va jinlar jamoasi, sizlardan, ya'ni sizlarning amallaringlardan hisob ilishga yuzlanamiz. فبأي آلاء ربكما تكذبان Ey insonlar, jinlar, sizlar Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilisizlar? يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان Ey jinlar va insonlar jamoasi, agar sizlar Allohning qazosidan qochib, osmonlarning va zaminning chegirlaridan o'tib keta olsanglar, o'tib ketinglar. Sizlar faqat quvvat bilan o'tib keta olasizlar. Lekin sizlarga mundaq quvvat qayerdan kelsin? فبأي آلاء ربكما تكذبان Ey insonlar, jinlar, Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilisizlar? يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران Qiyomat kuni sizlarga qiziq o'tning yolqini va tutuni avatildi. Sizlar o'zinglarni qo'g'diy olmaysizlar. فبأي آلاء ربكما تكذبان Ey insonlar, jinlar, Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilisizlar? فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان Qiyomat kuni farishtalarning tushishi uchun osmon yerilgan chaqda osmon do'zaxning qiziqligidan qizil guldek, qizil chamdak bo'lib qoladi. فبأي آلاء ربكما تكذبان Ey insonlar, jinlar, Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilisizlar? فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان Bu kunda hiçbir inson va jin o'z gunohidan so'ralmaydi. Ya'ni gunohlarning alohida alomati bo'lganlikdan mundaq so'rashga hojat bo'lmaydi. فبأي آلاء ربكما تكذبان Ey insonlar, jinlar, sizlar Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilisizlar? يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام Gunohkorlar o'zlarining yuzlari qora
ko'zlari ko'k bo'lishdan iborat belgilardan tonildi. Ular kukullardan va putlardan tutilib do'zaxga tashlandi. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Ey insonlar, jinlar, sizlar Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilisizlar? هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ Bu gunohkorlar inkor qiladigan jahannamdir. يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن Ular do'zax bilan qaynoq suv orasida berib kelib turdi. Ya'ni gohida o't bilan, gohida qaynoq suv bilan azoblandi. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Ey insonlar, jinlar, sizlar Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilisizlar? وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ Parvardigoringning oldida turib hisob berishdan qo'rqqan odamga ikki jannat bor. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Ey insonlar, jinlar, sizlar Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilisizlar? ذَوَاتَا أَفْنَانٍ O ikki jannatda turli meyvelik daraxtlar bor. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Ey insonlar, jinlar, sizlar Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilisizlar? فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ O ikki jannatda eqib turgan ikki buloq bor. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Ey insonlar, jinlar, sizlar Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilisizlar? فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ O ikki jannatda har meyvedan ikki xildan bor. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Ey insonlar, jinlar, sizlar Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilisizlar? مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ Ular astarlari qilin tavardan bo'lgan to'shaklarga yo'lindi. İkki jannatning mevasi turgan, o'ltirgan, yotgan odamni uzalaydigan darajada yaqindir. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Ey insonlar, jinlar, sizlar Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilisizlar? فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ O jannatlarda erlerden başkalarına qaramaydigan, erlerden burun ular bilan hiç insan ve cin yaqinchilik qilmagan xotinlar bor. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Ey insonlar, jinlar, sizlar Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilisizlar? كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ Go'yo ular suzuklikda yoqutdir, oqliqda marvoyitdir. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Ey insonlar, jinlar, sizlar Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilisizlar? هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ Yaxshi ish qilguvchi faqat yaxshi mukofotga erishadi. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Ey insonlar, jinlar,
sizlar parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilisizlar? ومن دونهما جنتان O ikki jannatdan tuvanroq ikki jannat bor. فبأي آلاء ربكما تكذبان Ey insonlar, jinlar, sizlar parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilisizlar? مدهامتان O ikki jannat yop-yeshildir. فبأي آلاء ربكما تكذبان Ey insonlar, jinlar, sizlar parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilisizlar? فيهما عينان نضاختان O ikki jannatda qaynab chiqib turgan ikki buloq bor. فبأي آلاء ربكما تكذبان Ey insonlar, jinlar, sizlar parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilisizlar? فيهما فاكهة ونخل ورمان O ikki jannatda mevlar, xurmolar va anarlar bor. فبأي آلاء ربكما تكذبان Ey insonlar, jinlar, sizlar parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilisizlar? فيهن خيرات حسان O jannatlarda chiroyli xotinlar bor. فبأي آلاء ربكما تكذبان Ey insonlar, jinlar, sizlar parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilisizlar? حور مقصورات في الخيام Ular jannatning chidirlarida mastura o'rlardir. فبأي آلاء ربكما تكذبان Ey insonlar, jinlar, sizlar parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilisizlar? لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان Erlerden ilgiri ularga hiç insan ve cin yaqinchilik qilmagan. فبأي آلاء ربكما تكذبان Ey insanlar, jinlar, sizlar parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilisizlar? متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان Ular yeşil yostiqlarga, chiroyli besatlarga yo'langan holda istirohat qiladi. فبأي آلاء ربكما تكذبان Ey insonlar, jinlar, sizlar parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilisizlar? تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام Azmatlik va karamlik parvardigoringning nomi muborakdir.